Yangi Toshkent hududida barpo etilgan Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasining yangi binosi ham mamlakatimizda ilm-fan, ma'rifat va kitobxonlikka qaratilayotgan e'tiborning yorqin ifodasidir. Mazkur kutubxona hozirda foydalanish uchun tayyor. 5 qavatdan iborat binoning 4 qavati yer ustida, 1 qavati esa yer ostida joylashgan. Umumiy maydoni 30 ming kvadrat metrni tashkil etadigan ushbu majmua bir vaqtning o'zida 1,5 ming nafarga yaqin kitobxonga xizmat ko'rsatish imkoniga ega. Elektron monitorlar orqali kutubxona haqida barcha ma'lumotlarga ega bo'lishingiz mumkin. Robotlar esa gid sifatida sizga hamroh bo'ladi. Bundan tashqari kitob tashiydigan robotlar ham tayyor bu yerda. Teleliftlar ham o'rnatilgan, ya'ni kutubxonaning barcha qavatlariga kitob eltadigan ajoyib bir tizim. Bu yerda kitob fondini zamonaviy talablar asosida saqlash uchun eng so'nggi rusumdagi maxsus javonlar o'rnatilgan. Eng muhimi, kutubxona kitob o'qiladigan maskan bo'lishidan tashqari, yoshlar bilim oladigan, fikr almashadigan, ilmiy izlanish olib boradigan va mazmunli hordiq chiqaradigan zamonaviy, madaniy, intellektual makonga aylandi. Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasini yangi binosi haqiqiy mustaqillikni 35 yillik to'yiga to'yona bo'ldi desam adashmayman. Kitobsevar, kitobxo'r xalqimizga bu bino o'zini hashamati bilan, o'zini ichiga yiqqan boy ilmi, boy texnologiyasi bilan o'zgacha bir shukuh bag'ishlaydi deb umid qilaman. Bu albatta muhtaram prezidentimizni o'zlarini tashabbuslari bilan barpo etilayotgani, bugungi yangi O'zbekistonga yarashadigan muhtasham bino bo'layotgani quvontiradi. Men o'zimni juda ham baxtli kutubxonachi hisoblayman, chunki Alisher Navoiy nomidagi O'zbekiston Milliy kutubxonasiga ikkinchi marotaba qurilayotgan yangi binoni yangilanayotgan tarixga guvoh bo'lyapman. Kutubxonada kitobxonlar uchun, yoshlar uchun axborot texnologiyalarini joriy etish, sun'iy intellektdan foydalanish, robotlar bilan ishlash, Apple xonalarimiz, VR xonalarimiz va hokazolar haqida juda uzun gapirishim mumkin, lekin kitobxonga alohida yaratilgan imkoniyatni bu aynan telelift loyihamiz. Telelift xuddi kitobni inson omilisiz, inson harakatisiz kitobxon buyurtma berganida o'zini kichkina qutichalarida kitobni buyurtma qilgan joyingizga qayerda kitobxon o'tirib buyurtma qilgan bo'lsa, o'sha joyga kitobni yetkazib beruvchi qutichalar. Kutubxonaning birinchi qavatida 500 kvadrat metr maydonni egallagan turli tadbir, konferensiya va forumlar o'tkazishga mo'ljallangan multifunksional konferensiya zali joylashgan. Ikkinchi qavatda esa zamonaviy kompyuterlar va texnologiyalar bilan jihozlangan o'quv zallari o'rin olgan. Uchinchi qavat esa noyob nashrlar fondi, muzey hamda elektron o'quv zalini o'z ichiga oladi. Ushbu yangi milliy kutubxonada juda ko'plab texnologik va dasturiy yechimlar qilganmiz. Jumladan kirishdayoq foydalanuvchilar uchun avtomatlashtirilgan ro'yxatdan o'tish tizimlari ishga tushirilgan. Bunda O'zbekiston Respublikasining yagona identifikatsion tizimlariga kutubxonaning ro'yxatdan o'tish tizimi integratsiya qilinadi va foydalanuvchilar bemalol kelib o'zlarining pasportlari bilan kutubxonaga tashrif buyurishlari va ro'yxatdan o'tishlari mumkin bo'ladi. Elektron manbalar o'quv zalimizda butun dunyo elektron resurslariga kirish imkoniyati ta'minlanadi. Bunda har bir qavatimizda fayllarda ochiq qismlarida kitob stilizatorlari o'rnatilgan. Bu esa foydalanuvchilarga kitoblardan zararsiz foydalanishni imkoniyatini taqdim etadi. Kutubxonamiz bo'ylab joylashtirilgan LED panellari orqali foydalanuvchilar o'zlariga kerakli bo'lgan axborotlarni yoki kerakli bo'lgan o'quv zallarini qidirib topishda keng foydalanishi mumkin bo'ladi. Shuningdek, bizda mana shu kiraverish qismida aqlli monitoring tizimlari o'rnatiladi. Bu esa foydalanuvchilarning oqimini boshqarib turish imkoniyatini beradi. Ya'ni kutubxona binosi ichida qancha tashrif buyuruvchi bor, shu paytgacha qancha foydalanuvchi tashrif buyurgan yoki ayni vaqtda foydalanuvchilar uchun bo'sh joy qolmaganligi to'g'risidagi ma'lumotlarni uzatish orqali foydalanuvchilarni doimiy boshqarib turadi. Mazkur loyiha davlat rahbarining kitobxonlik madaniyatini yuksaltirish, ilm-fan va ma'rifatni rivojlantirishga qaratilgan tashabbuslarining amaliy ifodasidir. Yangi milliy kutubxona esa kelajak avlod uchun zamonaviy bilim va ma'rifat maskaniga aylanadi.